Assalomu alaykum. Xorazmlik Bazanda kanaliga xush kelibsiz. 8-martga xo'jayinim shokolad sovg'a qildi va farzandimizga pulemyot olib kelibdi podarka qilib. Juda ham xursand bo'ldik. Farzandim ham, men ham juda ham xursand bo'lib bugungi kunimizni boshladik. Bugun 8-mart ayollar xotin-qizlar bayrami bilan barcha dunyodagi ayollarni barchasini bayram bilan tabriklayman. 8-mart bayramingiz bilan. O'g'lim ko'rib turganingizdek shokoladni juda ham yaxshi ko'radi. Meni podarkamni olib qo'liga juda ham yaxshi ko'radi shokoladni. Dadamiz bayramda sizlarni aylantirib kelaman deb aylantirishga olib ketdi. Mana aylangani keldik. Farzandimni bolalar maydonchasida yana aylantirdik. Yosh bolalarni o'zidek kichkina bolalarni ko'rib o'ynagisi kelib, juda ham o'ynagisi kelyapti. Lekin ular ruslarning bolalari, shuning uchun ular lekin indashmaydi, o'ynasa o'ynataveradilar. Prosta ular bir-birini tushunmaydi-yu. Shunga kabutarlarni tutgan bolam, kabutarlarni tut, menga kabutarlarni tutib ber degandim. Shuning bilan kabutarlarning iziga tushib ketdi. Kabutarlarni tutish bilan ovora bo'lib ketdi. Men hayron qoldim. Rossiyada ham mana shunday tuyalar, yungli, chiroyli tuyalar bor ekan. Ruslar farzandlarini mindirib, unda rasmga tushirib, aylantirib yurishibdi. Pulli aylantirishar ekan. Mana farzandim kabutarlarni tutishga harakat qilib yuribdi. Hazillashib, kabutarlarni tut o'g'lim. Bir-ikki shapaloq ham berib yuboramiz ularga deb hazillashyapman, lekin farzandim tutishga harakat qilib juda ham yoqtirib izlaridan yurdi, lekin ular qochib ketyapti. Dadamiz semichka olib chiqaman kirib magazindan degandilar, Trimplazdan, lekin men yolg'iz qolmaylik deb yo'q, shart emas dedim. Shuning uchun agar semichka sochsangiz, barchasi yurganlarning hammasi kelib semichkaga qo'nadi, sizga oldingizga keladi. Mana tutaman deb harakat qilyapti. Chechigina o'g'ilchamman. Mana va nihoyat men o'g'illi bo'ldim. Mana o'g'lim 1 yoshga to'ldi, Xudoga shukr. O'g'illi bo'lgan videomni ham qo'ymoqchiman, Xudo xolasa qo'yib sizlarga taqdim etaman, ko'rasizlar. Va tug'ilgan kunini ham videosini o'ylanib ko'ramiz, agar qo'yish mumkin bo'lsa qo'yamiz. Va dadamiz 8-martga menga sovg'a olib berdilar. Mana shunday oltin magazinga, Kristal degan magazinga, Yunirni magazinga kirgizib, keyin chiqib ovqatlangani ketdik. Menga KFC, keyin tez tayyorlanadigan ovqatlardan olib bermoqchi bo'lib 3-etajiga ko'tarilib boryapmiz. Mana yuqoriga ko'tarilyapmiz. Lekin menga fast food ovqatlar yoqmaydi, bilasizlar, tez tayyorlanadigan. Shuning uchun men aylanib chiqdik, ko'rib chiqdik. Lekin menga hech birisi yoqmadi, chunki tez tayyorlanadigan narsalar lavash bor. Lekin men uncha lavashni ko'p yeganim uchun uncha yoqtirmaydigan bo'lib qolganman. Shuning uchun men o'zbek taomlari, somsani, oshni, lag'manni yaxshi ko'raman. Shuning uchun luli kabab, ana shunaqa narsalarni yaxshi ko'rganim uchun dadasiga aytdim, yuring ketdik. O'zlarimizni har doimki choyxonamizga, o'zbek choyxonasiga shu yerda ovqatlanamiz deb. Shuning bilan liftga minib tushib ketdik. Choyxonaga ham keldik, lekin kuyovim mashinada olib bergan kumush olib berdilar. Taqinchoqlarimni taqmaysanmi dedilar. Shunga men taqib quvonib yurishni istadim va mashinada taqib oldim. Mana shunday chiroyli, go'zal kumush yuzuk olib berdilar. Qizil qoshli, juda ham bardavsiyat qizil qoshli yuzuk olib berdilar. Juda ham xursandman. Yonida shu yuzukni sirg'asini ham olib berdilar. Sirg'asi ham shunaqa qizil qoshli, juda ham chiroyli, ajib. Menga juda ham yoqdi. Rahmat dadasi, kattakon
Shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, rahmat kattakon, menga shunday sovg'alar olib berganingiz uchun. Mana endi bularni taqib o'zim uza olmadim. Bulombasi juda ham mahkam ekan. Kuyovimga uzib bering deb berdim va kuyovim uzib, keyin men uni taqdim. Mana kuyovim uzib berdi. Endi buni taqamiz. Taqdik, keyin uzuknikini ham o'zim o'rgatdi kuyov. Shunga qarab keyin ana uzolmayapman, keyin o'rgatganidek qilib uzdim. Bulombani yonidan tutish kerak ekan, ikki yon tarafini ham. Bu ana uzildi va kuyovim uzukni o'zlari taqib qo'ydilar qo'limga. Maqtanchoqlik qildi demanglar, lekin juda ham chiroyli yaltirayapti. Mana choyxonaga keldik. Bu yerda shuning choyxonalarda da ishlaydi. O'zbeklar chiqib ketdi lekin. Davom ishlar bor. 8-martda nishonlayapmiz. Sirg'a bilan yuzikni podarka etib dedimiz. Qozon kavob bilan chuchvara yurdik. Yanımda ayron. O'zbekcha non. O'zbeklarning oshxonasida o'zbekcha noning. Paxtagulli choynakda choy keyin. Va nihoyat mana uyga kelib oldik. Endi shokoladdan yeb ko'ramiz. Maqtanchoqlik qilyapti, maqtanyapti demanglar. Men bundan ham zo'r narsalarni olib bergan dadasi, lekin ularni ko'rsatmaganman. Oltin yuzuk, oltin sirg'alar olib bergan, lekin ko'rsatmaganman. Bu 8-martda xo'jayiningizni yoniga borgan bo'lsangiz ham Rossiyaga hech narsa olib bermadimmi deb o'ylamasliklaringiz uchun qo'yapman bu videoni. Qo'ymasdim. O'zi kuyovim ham ularni chiqarma degandi, lekin men shunday deb o'ylamasliklaringiz uchun chiqardim. Mana shokoladni ochdik. Nimaga video chiqarmayotganim sababi, yosh bola bilan video ishlash juda ham qiyin bo'lyapti menga. Shuning uchun videolarim kech chiqyapti. Meni kuzatayotganingiz uchun, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.